Bu ham Buxoro tarixiga oid qurol-yarog'lar. Boshqa keladigan kamon, qalqon. Buxoro arkini qulf qilgan. Mana bu katta nima? Rustam Dostoni qanchisi bo'lgan ekan. Shu darajada pahlavon bo'lgan Rustam Doston bor ko'pchilikda. Mana bu ajoyib. Bu qadimgi ko'zalargacha. Qadimgi Buxoro sarbozlari qurol-yarog'lari zamarada. Bu darvish kiyimi. Darvishlarni shu suv idishlari, qo'shimcha idishlari. Mana kiyim. Buxoro moldori kiyim. Shu baquvvat bo'lgan ekan o'sha davrgi so'llar.